Prezident janobi oliylar ta'kidlaganidek, mamlakat yashil energetika va yashil iqtisodiyot bo'yicha maqsadlarni oshirib kelmoqda. O'zbekiston bugun energetik transformatsiya va energiyaga o'tish jarayonini boshqarish borasida nihoyatda noyob mamlakatga aylandi. Bugungi kunda elektr energiyasining 30% qayta tiklanuvchi manbalardan olinmoqda. 2021-yilda bu ko'rsatkich mutlaqo 0 edi. Biz atigi 4 yil haqida gapiryapmiz. Bu dunyodagi aksariyat mamlakatlar uchun nihoyatda qisqa vaqt, Saudiya Arabistonini istisno qilganda. 0 darajadan 30% ga sakrash bu misli ko'rilmagan natija. 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 54% ga yetadi. In 2030 it's going to be 54%. And you could imagine from zero investment in Saudi Arabia in January 20. Tasavvur qiling, 2021-yil yanvar oyida Saudiya Arabistondan O'zbekistonga sarmoya mutlaqo 0 edi. Bugun esa umumiy qiymati 25 milliard dollarlik loyihalar bo'yicha vazifalar mavjud. Aytingchi, dunyoning qaysi mamlakatida bunday sur'at bilan energiya transformatsiyasi amalga oshirilgan? There is 3 countries in the world has made energy transition only. Men sizga bir narsani aytaman. Men bu fikrni doim takrorlayman va qayta aytaman. Dunyoda faqat 3 ta mamlakat energiya transformatsiyasini vaqt, xarajat va samaradorlik, ko'lam va foiz jihatidan muvaffaqiyatli amalga oshirgan. Uzbekistan, Saudi Arabia, China. Bular O'zbekiston, Saudiya Arabistoni va Xitoy. Butun dunyoda boshqa hech bir davlat bunday natijalarga foiz, ko'lam, tezlik jihatidan erisha olgani yo'q. Technology, energy mix, everything.